Ladies and gentlemen, let's welcome the national teams of Australia and Turkmenistan. Hurmatli xonimlar va janoblar, maydonga Avstraliya va Turkmaniston terma jamoalarini taklif etamiz. Assalomu alaykum qadrli futzal muxlislari. Futbol TV telekanalida futzal bo'yicha mamlakatimiz mezbonlik qiladigan 2025-yilgi Osiyo Kubogi saralash bahslarining C guruhida o'rin olgan bahslari birinchi o'yini start olish arafasida turibdi. Ayollar o'rtasida joriy yilda Xitoy davlatida Osiyo Kubogi bahslari bo'lib o'tishi belgilangan va unda ishtirok etuvchi jamoalar turli davlatlarda o'z guruhlaridan o'rin olgan bahslarni saralash bahslarini o'tkazishyapti va C guruhi uchrashuvlari mamlakatimiz poytaxtimizda bo'lib o'tadi. Yunusobod sport majmuasi, Yunusobod sport kompleksi C guruhidagi bahslarga mezbonlik qiladi va ayni vaqt ushbu guruhning ikki terma jamoasi Avstraliya hamda Turkmaniston maydonda saf tortdi. Davlatlar madhiyasi yangraydi va biz sekin-astalik bilan o'yinga kirib boramiz. Avstraliya davlat madhiyasini tinglash uchun o'rningizdan turishingizni so'raymiz. Please remain standing if you are able for the playing of the national anthem of Turkmenistan. Diqqat qiling, Turkmaniston davlat madhiyasi. Madhiyalarni tinglab oldik. Ikkala davlat vakillariga ham o'yinlarda omad tilaymiz. Ikkinchi bora o'tkaziladigan Osiyo Kubogi sari C guruhi vakillari yurishni boshlayapti. Turkmaniston bugun yashil libosda harakat qiladi, Avstraliya esa sariq yashil libosda. Endi ikkala davlat vakillari ham o'zlarining an'anaviy liboslarida to'p tepishadi. Turkmaniston terma jamoasi qizlari avvalgi Osiyo Kubogida qatnashgan edi va endi ikkinchi Osiyo Kubogiga chiqishga harakat qiladi. Avstraliya esa agar Osiyo Kubogi yo'llanmasini qo'lga kirita olsa, bu ular uchun tarixdagi birinchi qit'a birinchiligi sifatida joy oladi. Tarixga kiradi. Ko'ramiz, kuzatamiz ikkala jamoani. Hali katta yo'l bor. Butun Osiyo qit'asi bo'ylab ayollar futzali bo'yicha saralash bahslari bo'lib o'tyapti. Aynan 11-yanvardan 19-yanvargacha turli mintaqalarda, turli guruhlardan o'rin olgan bahslar bo'lib o'tmoqda. Biz esa e'tiborimizni aynan C guruhi bahslariga qaratamiz, chunki O'zbekiston terma jamoasi ham mana shu guruhdan joy olgan. O'zbekistonlik
Qizlar 2025-yilgi Osiyo Kubogiga yo'llanma olish uchun dushanba kuni 13 yanvar kuni ishga kirishishadi. Biz albatta ularga ham omad tilaymiz. Siz Futbol TVda mana shu guruhdagi barcha bahslarni kuzatib borishingiz mumkin. Ya'ni ma'lumot uchun aytib o'taman, A guruhi bahslariga Tailand mezbonlik qilyapti. B guruhiga esa Indoneziya mezbon, C guruhiga O'zbekiston mezbonlik qilmoqda va D guruhi Vyetnamda bo'lib o'tmoqda. Guruhlardagi dastlabki 2 o'rinni olgan terma jamoa to'g'ridan-to'g'ri Xitoy davlatida bo'lib o'tadigan Osiyo Kubogiga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Qolganlar esa, ya'ni 3-o'rin sohiblari esa yana bir kichik turnirda qo'shimcha ko'rsatkichlar bo'yicha yo'llanmani olishga harakat qilib ko'rishadi. Jamoa sardorlari qur'a tashlash marosimida ishtirok etyapti. Bosh hakam Maryam Salim Ali Al-Hadrami Omandan rasmiy tadbirlar suratga tushib olishadi. Demak, C guruhida O'zbekiston terma jamoasi aytib o'tdim, mana shu guruhdan joy olgan vakillarimiz. Turkmaniston va Avstraliyadan tashqari bizning guruhda Filippin va Kuvayt ham bor. Bu Turkmaniston terma jamoasi tarkibi. Avstraliyaning tarkibini ham ko'rdik va endi men e'tiboringizni aynan mana shu tarkiblarga qaratib o'taman. Avstraliya terma jamoasi dastlabki 5ligi darvozada birinchi raqamda Sara Ishope, ikkinchi raqamda Nikita Fatsari, 9-chi Mariana Tabain, 10-raqamda Tradi Camille, 12-raqamda Zo Spadano. Jamoa sardori Tradi Camilleri 10-raqamdagi o'yinchi va zaxira tarkibi 3-raqamda Gisela Pipino, 4-chi Alexia Karistal, 5-chi Jessica McLean, 6-chi Clark Holder, 7-raqamda Jessica Au, 8 Daisy Arrow Smith, 11-raqamda Paul Smith, 13-chi Megan McElliot va 14-raqamda Claudio Fruscalzo harakat qiladi. Jamoa sardorini aytib o'tdim. Jamoa bosh murabbiyi Miz Dal. Turkmaniston terma jamoasi vakillari to'pni o'yinga kiritib berishdi va uchrashuv boshlandi. O'ng tomondagi darvoza birinchi taymda Turkmaniston tomonidan muhofaza qilinadi. Avstraliyaliklar esa chap tomondagi darvozani muhofaza qilishadi. Liboslar rangidan ham tanib ulgurdingiz. Hozir pressing ishlatyapti avstraliyalik sportchi. Turkmaniston jamoasi sardori Mariya Chariyevaga qarshi pressing bo'ldi va aynan undan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Biz jarayonni oxirigacha ko'rib bo'lgach, mehmonlar tarkibiga to'xtalamiz. Yon chiziqdan Zo Spadano to'pni o'yinga kiritdi. Aynan o'z imkoniyat bo'lishi mumkin. Birinchi zarba xavfli va jamoadoshiga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Jamoa sardoriga Tradiga tegdi to'p va Turkmaniston tomoniga endi o'tyapti va birinchi raqamda Malika Eminova Turkmaniston terma jamoasi darvozaboni. Maydondagi asosiy tarkib to'rtligi 7-raqamda Kamila Mingazova aniqrog'i, 8-raqamda Lali Xaypova, 10-raqamda Mariya Chariyeva jamoa sardori, 11-raqamda Maya Musaskaya. Zaxira tarkibi 2-raqamda Ejigul Durdiyeva, 3-chi Mariya Ximirova, 4-chi Pervana Qurbonova. Jamoa sardori yana to'p maydon tashqarisiga chiqarib yuboryapti. Himoyada o'zi ishlayapti 10-raqamdagi o'yinchi. Dastlabki soniyalarda, dastlabki daqiqalarda Avstraliya terma jamoasi tezkor golga intilmoqda. 6-raqamda Leyli Atajanova, 9 Jiren Mamedova. Avstraliyada yana imkoniyat bo'lishi mumkin. Yakka kurashlarda aslo bermayapti avstraliyalik sportchilar. 12-raqamda zaxira darvozaboni Amalia Karapetyan, 13-chi Suray Mamitsahedova, 14-raqamda Jamilia Babayeva. Jamoa sardori Mariya Chariyeva, 10-raqamdagi o'yinchi, jamoa bosh murabbiyi Kamil Mingazov. Birinchi hakam, asosiy hakam Maryam Salim Ali Al-Hadrami Oman, ikkinchi hakam Jo Hyunjin Janubiy Koreya, uchinchi hakam Majid Mattar Al-Hatmi Oman, vaqt nazoratchisi Moon Dae-sun Janubiy Koreyada. Komissar Nisrin Al-Hazali Iordaniya. Shuningdek, referi yordamchisi bor, Erondan Seyid Sadriddin Musaviy. Eron terma jamoasi futzal bo'yicha erkaklar futzalida qanchalik kuchli bo'lsa, ayollar futzalida ham shunday kuchli. Qit'ada liderlardan va ilk bora 2018-yilda tashkil etilgan Osiyo Kubogida zafar quchgan terma jamoa sanaladi. Turkmaniston terma jamoasini ko'ryapmiz. Asosan himoyaga urg'u berishga majbur, chunki Avstraliya birinchi raqam ostiga o'tib oldi. To'lig'icha
ustunlikka intilyapti. Ularning hujumini ko'ramiz. Spadano o'ng qanotdan maydon chetida to'p uchun kurash. Turkmaniston vakilasidan yana maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Avstraliya nazorat aynan ularda. Spadano eng xavfli o'yinchilardan darvoza tomon yo'llangan zarba, darvozabon ikkinchi urinishda to'pni uzoqlashtirdi. Va Avstraliyaning bu hujumi ham golsiz yakunlanmoqda. Hali 2-daqiqa yakunlanmadi, ammo Avstraliya yaxshigina vaziyatlar yaratishga sodir bo'lyapti. Uzoqdan yo'llangan yana bir zarba va gol do'stlar. Nikita Fatsari 2-daqiqa tugayotganida darvozani ishg'ol etdi. Chiroyli gol. Malika Yeminova o'tkazib yubordi. Turkmaniston terma jamoasi posboni Boya Salava sev ijro etgan edi, hozir esa hech narsa qila olmadi. Va Nikita Fatsarining golini ko'rdingiz. Turkmaniston qani hujum tashkil etarmikan, ko'ramiz. O'zgarish bo'ldi. Malika Mammedova maydonga tushganini ko'ryapmiz. Chap qanotga uzatma. Qo'shnilarimiz yosh o'yinchilardan iborat tarkib bilan kelgan bu yerga saralash bahslariga. Xo'sh, Turkmaniston terma jamoasi hujum to'xtadi. Aynan ularda maydon tashqarisiga chiqib ketdi va o'zaro harakatlarni olqishlayapti 13-raqamdagi Suray Mamitsahedova. Spadano avstraliyaliklardan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Bu yerda Malika Mammedova chiziqdan o'yinga kiritib berdi. Turkmaniston himoyadagi nazorat Jamila Babayeva. Avstraliyaliklarda o'ziga bo'lgan ishonch ancha yuqori. Va foul turkmanistonliklarga foul qayd etildi. Bu borada hisob ochildi. Fatsari bu qanotdan ham zarba yo'llay oladimi? Aldamchi harakatlar bilan o'tib bormoqchi edi, maqsadiga erisha olmadi. Kolder passa sherigiga qadar yetib bormadi. Hujum qaytarildi. Yana bir hujum va 2-0. 2-0 do'stlar. Hisob yana o'zgarmoqda. 3-daqiqada ham gol urdi. Ikkinchi va 3-daqiqadagi gollar Avstraliya ishtahasi ancha katta. Avstraliya terma jamoasini faqatgina hozircha 1-daqiqada gol ura olmadi ular. Mana harakatlarni ko'rishingiz mumkin. 4-raqamdagi Alexey Karistalning uzatmasidan keyin 10-raqam egasi jamoa sardori Tradi Kamile. Qanotga Karistal. Endi chap qanotga aldamchi harakat. Turkmaniston terma jamoasida o'zgarish. Dastlabki 5lik maydonga qaytganini ko'rishimiz mumkin. Endi jamoa sardori Mariya Chariyeva hujumga o'tyapti. O'yin boshlanishida u himoyada o'ynagan edi. Vazni biroz og'ir ko'rib turibmiz Chariyevani, lekin sardorlik bog'i uchun unda balkim
tajriba va mahorat yaxshiroqdir qolgan jamoadoshlariga nisbatan. Avstraliya hujum boshlash arafasida Hol Smith. Kutib olmoqchi Avstraliya, uzoqdan yo'llangan zarba o'tdi turkmanistonliklar vakillalariga. Va Turkmaniston foydasiga out. Yon chiziqdan tepib beriladi. Men guruhlarni tanishtirib o'tishim mumkin. A guruhi aytib o'tdim, Tailandda bo'lib o'tadi. Tailanddan tashqari Livan, Bahrayn, Falastin va Iroq mana shu guruhda saralash bahslarida ishtirok etyapti. B guruhida mezbon Indoneziya, Indoneziyadan tashqari Gonkong, Hindiston, Qirg'iziston, Pokiston o'zaro kuch sinashadi. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin edi. Qachonki to'p o'tib ketganida Choriyevagacha o'tmadi. C guruhi bizning guruh bilasiz, aytib o'tdim. Avstraliya, Turkmaniston, O'zbekistondan tashqari Filippin, Kuvayt ham bor bizning guruhda. Va bundan keyingi o'yin, bugungi dasturda o'rin olgan ikkinchi o'yin Kuvayt hamda Filippin o'rtasida bo'ladi. Mana bu zarba ancha xavfli chiqdi. Turkmanistondan birinchi jiddiy hujum deyishimiz mumkin. 11-raqam vakilasi Maya Musaskaya zarba yo'llagan. Yana bir imkoniyat Avstraliyada va darvozabon o'zini ko'rsatmoqda. Malika Eminova. Navbatdagi seyv undan. Zarbani ko'ryapsiz. Choriyeva o'ziga bo'ysundira olmadi. D guruhda Myanma mezbon, Vyetnam, Xitoy Taipei, Makao joy olgan. U yerda 4 ta jamoa. 3 ta guruhda 5 tadan jamoa va bittagina D guruhda 4 ta jamoa. Jami 19 ta davlat ayollar terma jamoalari saralashga kirishgan. Choriyeva qaytardi bu hujumni. Avstraliya lekin ikkinchi temp bilan davom ettirmoqda. Yana zarba ko'rishimiz mumkin. Ko'rdik va navbatdagi save Eminova. Turkmanistonning bu tarzda o'ynashidan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak, hali Eminovani ko'p ko'ramiz chog'i. Mana. Aynan biz so'ragan o'yinchi. Burchakdan pas, noaniq zarba. Hujum nihoyalandi. O'zbekiston terma jamoasi mezbon maqomida ishtirok etyapti, ya'ni O'zbekiston mezbonlik qilayotganini tushunsa bo'ladi. Shak shubhasiz jahon chempionatiga, erkaklar o'rtasidagi jahon chempionatiga mezbonlik qilgan davlat uchun mana bu guruh bahslarini o'tkazish nokamtarlik bo'lmasin. To'g'risini aytishimiz kerak. Ish emas qo'shtirnoqchilar. Juda yengil biz uchun bunday turnirlarni qabul qilish. Ha, o'zi so'nggi yillarda futzal deymizmi, futbol deymizmi yoki boshqa sport turlari bilan olib qaralganda ham bizda jahon chempionatlari, qit'a birinchiliklari juda ko'p o'tkazildi. Masalan, 2024-yil hisobidan. Xo'sh, Turkmanistonning hujumini ko'rishimiz mumkin. Yaxshi vaziyat bo'ladi. Oldinga chiqib boryapti jamoa vakilasi. To'pni boshqara olmadi. Bu 14-raqamdagi Jamila Babayeva edi. Unga raqib xalaqit qildi. Daisy Arrowsmith. Va darvozabon hujumni to'xtatdi. To'p olib qo'yildi. Turkmaniston oldinga o'tyapti. Avstraliya sal xotirjamlikka berilishi bilan Turkmanistonda vaziyatlar soni ko'paymoqda. Babayeva himoyada aynan mana shu 5-raqamdagi o'yinchi Malika Mammedova yaxshi harakat qilyapti. Tartibli o'ynamoqda va u tushgan. Va gol do'stlar! Hisob qisqardi. Turkmaniston terma jamoasi gol urmoqda. Suray Mametsahidova gol muallifi. 2-1 intriga qaytmoqda. Intriga o'lmagan ekan. Turkmaniston endi aytayotgan edim, jamoaning o'yinida tartib yuzaga kela boshladi deya golni ko'rishingiz mumkin. Darvozabon Sara Ishop xatoga yo'l qo'ydi.
to'p trayektoriyasi unga xalaqit qildi va mana bu yerda yana o'sha Mammedova yutib beryapti. Ortga qaytish kerak. Menimcha shu Mammedova futbol bilan ham shug'ullangan, ya'ni katta futbol bilan. O'zi futzalga ko'pincha shundan kirib keladi, butun dunyo bo'ylab. Harakatlari ancha ishonchli, himoyadagi harakatlari. Va imkoniyat hozir yaxshi. Turkmaniston bu hujumni to'xtatdi. Bari qo'shnilarimizga sal simpatiya bo'ladi hammada. Babayeva, bu esa Mammedova oldinga. Avstraliya to'pni yon chiziqdan tepib beradi. Yana Mammedova hujumni qaytardi. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Ko'ramiz, gol muallifi. Ortga Mammedova yetib keldi. Paslar darvozabonga qaytardi. Iminova esa so'rayapti, ochil demoqda sheriklariga. Boshqa iloji yo'q. Yon atrofdagi himoyachilar bilan o'ynashga majbur. Avstraliyani oldinga biroz jalb qilmoqchi Turkmaniston terma jamoasi vakillari. Mana bunday xato. Yaxshi o'ynab turgan Babayeva. Avstraliyadan navbatdagi o'yinchilar maydonga tushdi. Pas manzilga yetib bormadi, tushunmovchilik. 7-raqamdagi Jessica Au. Turkmanistonda ham yangi o'yinchilar maydonga tushganini ko'ryapmiz. Oldingi uzatma noaniq. Avstraliya imkoniyatga ega bo'ladimi? Choriyeva qaytardi birinchi urinishda, lekin to'liq emas. Mana bu yerda oxirigacha harakat qildi Turkmaniston himoyachisi. Avstraliya vakilasi to'pni darvozaga joylay olmadi. Hozir to'xtab turish kerak. Biz takrorni ko'ramiz. Mana shu himoyachi darvozaga urilgach, darvoza o'z o'rnidan ko'chdi va uni to'g'rilab qo'yishmoqda. Endi davom ettirish mumkin o'yinni. Jeren, o'zi Choriyeva. Hujum ko'ramiz Avstraliyadan. Chapdan Eminova va himoyachilar. Yordam berib yuborishdi himoyachilar. Rostdan Mammedovaga ko'p narsa bog'liq ekan. 5-raqamdagi Malika Mammedovaga o'yindan olingach himoyada yana o'yin sifati pastladi. Osongina o'tib borishyapti. Darvozabon Eminova bor ekan ham yaxshi turkmanistonliklar uchun. Aytamga Avstraliyada sal kuchsizroqdek ko'rinayotgan 3-tarkib maydonga tushdi. 3-4lik. Choriyeva oldinga havodan Jessica Au o'tib ketdi va qo'l bilan o'yin. 7-raqamlar to'qnashuvda Avstraliyalik 7-raqam xatoga yo'l qo'ydi. Turkmanistonlik 7-raqam esa to'pni qo'li bilan o'ynadi. Kamila Mingazova. Bilmadim, Kamila Mingazova bilan balkim qarindoshligi bordir. Yoki shunchaki tasodifdir. Bosh murabbiy Kamil Mingazov buni lekin hali tekshirib ko'rmadi. Choriyeva bosim ostida to'pni yo'qotmadi. Oldinga Avstraliya yana to'pni egallab olmoqda. Turkmaniston terma jamoasi. Ularning hujumini ko'ramizmi? Pas o'tmadi. Markazda to'pni yo'qotdi Turkmaniston vakilasi va yon chiziqdan o'zi to'pni tepib beradi.
aldamchi harakat o'tmadi. Asosiy to'rtlik maydonga tushdi Avstraliyada. Bu eng xavfli to'rtlik deyishimiz ham mumkin. 10-daqiqa o'tib bormoqda. Avstraliyaning hujumini ko'ramiz. Spadano, Avstraliya. Hudi o'zi. Vatsali. Yana yon chiziqdan Spadano endi chapga o'tdi. Boya shu qanotga o'tganida gol ko'rgandik. Ya'ni u boshlagan hujumdan keyin Nikita Vatsali chiroyli gol urgandi. Sezayotgan bo'lsangiz, Avstraliyaning mana shu to'rtligi maydonga tushgandan so'ng o'yin to'lig'icha Turkmaniston darvozasi oldida bo'lyapti. Vatsali o'ngga aldab o'ta olmadi. Xavfli vaziyat ko'ramizmi Turkmanistondan? Tezkor qarshi hujum tashkil etishga harakat. Vatsali o'z xatosini tuzatdi. Uzoqdan navbatdagi zarba. Endi bu darvozabon uchun qiyin emas. Sarayskop boya o'tkazgan goli bilan bu zarbaning farqi bor. Tabak oldinga uzatma, jamoa sardori xavfli. Mana Vatsali zarba, darvozabon o'zini ko'rsatdi. Bu Vatsalining zarbalari ancha xavfli chiqyapti. Yana bir zarbani ko'ryapmiz va to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Mamedova Kamiliyevdan maydon tashqarisiga chiqmoqda. Ba'zi Turkmaniston terma jamoasi zaxira o'rindig'i vakillarining gap so'zlari ham eshitilib ketyapti. O'zaro suhbatlari, o'zaro gap so'zlari. Choriyeva oldinga. Yana to'p maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Bu safar Eminova. Oldinga chiqmadi, endi chiqdi. Karistal ulgurmadi. Aleksiyani ko'rishingiz mumkin.
Turkmaniston ancha o'yinni o'zgartirdi. Dastlabki daqiqalardagi sarosima har holda ko'zga tashlanmay qoldi. Eminovaga pas. O'ysa oldinga avstraliyaliklarga berdi to'pni. Mezbonlarning hujumini ko'rishingiz mumkin. Aleksiya boshlagan hujum va o'zi davom ettiryapti. Darvozabonning to'pi. Biroz xalaqit qilishdi. O'yin davom etadi. Eminova. O'zi futzalda yaxshi darvozabon. Mana bu yakka kurash. Yakka kurash. Maya Musaskaya. Raqibasi uni ushlagandan so'ng u ham yakka kurashlardan bir element ko'rsatib berdi. Oldinga o'rtacha balandlik. Avstraliyalik futzalchidan to'p maydon tashqarisiga chiqmoqda. Smit bizga namoyish etilyapti. Aynan u to'pni qaytargan edi. Mana bu holat Turkmaniston uchun qulay vaziyat deyishimiz mumkin. Ikki nafar futzalchi go'yoki jonli devor hosil qilyapti. Avstraliyada bu out bo'lsa-da salkam standart. Yaxshi, Choriyeva o'ziga to'g'rilab olyapti. Zarba pozitsiyasidan qochib ketdi to'p. Xo'sh, o'yinni davom ettirish kerak. Hakamning hushdagi chalinmadi. Avstraliyaning e'tirozi davom etyapti. Uzoqdan yo'llangan zarba darvozabonning qo'liga bordi. Bu safar darvozabon qiyinchiliksiz uni egallab oldi. Smit qanotdan yurish qilyapti. Darvozabon Eminova. Olti daqiqadan ko'p vaqt bor hali birinchi taym yakuniga qadar. Salkam 7 daqiqa. Paslar, Stalning zarbasi qanday imkoniyatni ko'kka sovuryapti. Pippino 3-raqam egasi. Mamedova oldinga o'tmadi. Pippinoga kelmoqda. Yaxshi vaziyat ko'ramiz hozir Avstraliyadan. Mana bu pas bizni o'sha yaxshi vaziyatdan ayirdi. So'nggi uzatma o'xshamadi. Oldindan to'p so'rashyapti. Lekin qanotdan so'rashganda, aynan markazdan emas. Smit. Chiroyli harakatlar. Mamedova. Maydon chetiga o'rnatilgan mikrofonimizning oldiga tepishyapti to'pni. Shuning uchun ham baland ovozlar eshitilyapti. Bu vaziyat ham ijobiy yakun topdi Turkmaniston uchun. Ammo to'liq deb bo'lmaydi. Davomi bor bu hujumning. Burchakdan to'p o'yinga kiritiladi. Yo'q. Yuqorilab ketdi. Kuchli zarba, aynan bitta mana shu zarba uchun o'yinga tushgan edi 6-raqam egasi Clark Holder. Ana endi Turkmanistonda yana bir imkoniyat bo'lishi mumkin. Chunki sekin aralash tarkibni tashlayapti Avstraliya. Boya kuchsizroq bo'lgan to'rtlikni tushirganda gol o'tkazib yubordi va shuning uchun murabbiy endi mix tarkibga murojaat qilyapti. Zarba ko'ramiz. Bo'ldi. Shu outni ham tepadi va Holder sekin yana zaxiraga qarab borsa kerak.
zarba beradi katta ehtimol. Ha, qancha xavfli. Bo'ldi, Holder ketdi zaxiraga yana. Bu Holder faqat zarba beradigan o'yinchi ekan. Mashg'ulotlarda ham faqat shunga ishlasa kerak. Arenada esa muxlislar O'zbekistonni qo'llab, Turkmanistonni ham qo'llab-quvvatlashyapti. Avstraliyadan kelgan ishqibozlar bor va Turkmanistondan kelganlar ham yo'q emas. Ammo muxlislarning aksariyati o'zbekistonlik qo'shni yurt vakillalarini qo'llashyapti. Bu esa Avstraliyadan kelgan ishqibozlar. Yana bir zarba. Bu safar Holdersiz zarba berishdi. Mana Turkmanistondan kelganlar. Qo'shnilarimiz ishqibozlari. Mamedova o'tkazmadi. Ipinyo. Turkmaniston oldinga chiqishi mumkin. Yana zarba ko'ramizmi? Aldamchi harakat cho'zilib ketdi biroz. Mamedova. Yana Mamedova. Agar Turkmaniston hisobni tenglashtirsa, o'yin ancha o'zgaradi. Eminova. Mamedova. Bir narsa, Turkmanistonda mobillik yo'q deyarli. Futzalchilar bir nuqtada qolib ketyapti ko'p holatlarda. To'pni nazorat qilishga intilish bor, ammo to'psiz o'yin muhim. Aynan to'pni nazorat qilmoqchi bo'lgan tomon to'psiz yaxshiroq o'ynash talab etiladi. Bo'lib ham futzalda bir nuqtada turib qolsa, futzalda raqib umuman imkoniyat qoldirmaydi. Eminova yuqorilatib uzatma. Out, yashillar foydasiga. Uzoqdan yo'llangan zarba ancha balanddan ketdi. Muallif Maya Musaskaya. Mana u. Daqiqa 51 soniya qolganini ko'rishingiz mumkin. Eminova o'zi hujum boshlab beryapti. Eminova birinchi taymda Turkmaniston terma jamoasining eng yaxshi o'yinchisi desak bo'ladi. Qoida buzilishi, foul. Bu Avstraliya uchun ikkinchi foul. Turkmanistonda ham ikkita qo'pollik bor. Navbatdagi foul. 3-2 Turkmanistonliklar yana oldinga chiqib olishdi bu borada. Sariqlarning hujumi zarbagacha bora olmadi. Yana 7-raqamlar o'zaro to'qnashdi. Chiroyli harakat. To'p maydonda qoldi. Zarba yo'llandi. Eminovadan seyv. To'pni saqlab qolishga harakat bor. Avstraliyada zarba kuchsiz chiqdi. Chiroyli yo'llangan zarbaga yetarlicha kuch berilmadi. Yaxshi imkoniyat. Qaytaradi. Tabayn. Au, yaxshi. Au, yana bir zarba yon tomondan bordi, lekin baribir Eminova ehtiyot shart to'pni qaytardi. Holder tushyapti zarba berish uchun. Mana Holderning zarbasi yuqoridan o'tib ketdi. Hozircha uning zarbalarida aniqlik yo'q. Yana zaxiraga. Holderning umumiy bugungi o'yindagi ishtirokini sanab chiqilsa, hisoblab chiqilsa, taxminan 30-40 soniya atrofida bo'ladi. Lekin o'sha vaqt oralig'ida u 4 yoki 5 marta zarba yo'lladi.
Mana foydali ish koeffitsiyenti qanday yuqori bo'lishi mumkin. Qisqa vaqt ichida 5 ta zarba. Alohida statistika olinsa, u eng xavfli o'yinchi bo'lib ko'rinishi ham mumkin. Sariq. Mana bu qo'pollik uchun Maya Musaskaya hujum boshlayotgan nuqtada uning libosidan tortib qoldi Avstraliya vakilasi Mariana Tabayn. Va hozir Musaskaya yiqilayotgan chog'da to'pning ustiga tushdi. Bu sal noqulaylik keltirib chiqardi unga. Mariana esa uzr so'rab qo'ymoqda raqibasidan. Bizga takror namoyish etilyapti. Mamedova. Juda ham baland. Makkeliot. Mariana Makkeliotga qaytardi. Yaxshi vaziyat. 3-1. 3-1 Avstraliya. Bitta chiroyli hujum tashkil etdi va 3-golni urmoqda. 14-raqam egasi Claudio Fuscalzo gol muallifi. Mana takrorni ko'ring. 3 o'yinchi jarima maydoni ichiga qanday kirib borishdi. Eminovaga havas qilib bo'lmaydi. Himoyachilar raqib bilan yuzma-yuz qoldirishdi. Imkon qadar burchakni yopib chiqqan edi Eminova. 3-1 hisob yana ikkitalik, ya'ni ikkita farqi bor ko'rinishga keldi. Stal. Spadano, bu esa Smith. Qaytarildi hujum, to'lig'icha emas. Spadano yana bosim, 4-gol yo'q. Eminova qanday seyf va endi himoyachi bir-biriga xalaqit qilyapti. Eminova yana ishlash kerak. Bu safar egallab oldi. Zarba ko'ramizmi? Yo'q, pas. Choriyeva yaxshi imkoniyat, zarbagacha bora olmadi. Endi pas berish kerak bo'ladi sheriklariga, o'zidan qulayroq sherik qidirmoqda. Choriyeva ortga qaytardi. Maya to'pni yo'qotdi. Hozir hakam aynan Mayadan chiqib ketdi demoqda. Zarba ko'rishimiz mumkin mana shu darvozabondan. Zarba bor. Eminova bu safar ham qaytardi. Yana bir zarba bo'ladi. Yana Eminova. Menimcha birinchi taymning eng yaxshi o'yinchisi kim deyilganda Turkmaniston tarkibida shubha yo'q. Musaskaya, Maya. Referi Mayaga nisbatan ishlatilgan qo'pollikni ko'rmadi, lekin so'nggi pallada javob tariqasida Maya raqibasining libosidan tortganida hushtak chalindi. Ikki soniya vaqt qolmoqda birinchi taym yakuniga qadar. 3-1 Turkmaniston terma jamoasi bu taymni boy berdi, lekin ijobiy jihat shundaki, taymning ikkinchi qismida qo'shnilarimiz uyg'onishdi va yaxshi o'ynay boshlashdi. Ikkinchi bo'limni endi kuzatamiz, qanday bo'ladi. Bo'ldi, vaqt yakunlandi. 3-1. Tanaffusga chiqamiz do'stlar. Avstraliya g'alaba qozonyapti hozircha. Tanaffusdan so'ng yana qaytamiz.
To'qidagi o'yinlarga O'zbekiston mezbonlik qilmoqda. Birinchi bahs Avstraliya hamda Turkmaniston o'rtasida kechyapti. Birinchi taymdan so'ng hisob 3-1 avstraliyaliklar foydasiga. Hozirgina siz highlightlarni ko'rib oldingiz. Terma jamoamiz vakillari ertaga, aniqrog'i ertadan keyin 13-yanvar kuni o'yinlarda ishtirok etishadi. Ungacha esa guruhning qolgan bahs Daisy Arrowsmith, 11-chi Halli Smith. Avstraliyaning hujumini ko'ryapmiz. Ikkinchi taymda yana ular dastlabki soniyalardan hujumga zo'r beryapti. Xavfli vaziyat ko'rib qolishimiz mumkin. Tabayinning pasi o'xshamadi. Turkmaniston qarshi hujumga chiqa oladimi? Oldinga o'tyapti. Choriyevaga pas bera olmaydi. U himoyachilar ishiga, Qurshovga qarab ketib qoldi. Mana bu yerda avstraliyaliklardan hatto tegmagan ekan to'p. Aynan men turgan nuqtadan himoyachiga tekkandek ko'ringan edi. 13-raqamda Megan McElliot, 14-raqamda Claudio Fruscalzo. Jamoa sardori Trudy Camille, jamoa bosh murabbiyi Mills Down. Turkmaniston terma jamoasi Malika Yeminova 1-raqamda darvozada, 7-chi Kamila Mingazova, 8 Lali Haypova, 10-chi Mariya Chariyeva. Hujum tugadi, lekin burchak zarbasi bilan yakunlanyapti. 11-raqamda Maya Musaskaya. Demak, Maya Musaskaya ham darvozabon, ham hujumchi. Vaqt kelsa Maya Musaskayani biz darvozabon sifatida ko'rishimiz ham mumkin. 2-raqamda Ejigul Durdiyeva, 3-chi Mariya Xmirnova, 4-raqamda Pervana Qurbonova. Avstraliyaning navbatdagi yurishi Holder o'yinga tushgan, chunki u zarba beradi mana shunday standartlarda. Spadano, Holder pas, zo'r zarbaga imkoniyat tayyorlab berdi sherigiga. Yana qaytyapti. Yuqoridan paslar. Avstraliya ishonch bilan harakat qilyapti ikkinchi bo'lim boshida. Bu vaqtinchalik holat bo'lishi ham mumkin, chunki qayta aytyapman, birinchi taymda ham shunday holat kuzatilgandi. 5-chi Malika Mamedova, 6-chi Leyli Atajanova, 9 Jeren Mamedova, 12-chi Amalia Karapetyans, 13 Suray Mamitsahedova, 14-raqamda Jamiliya Babayeva. Jamoa sardori Mariya Chariyeva, jamoa bosh murabbiyi Kamil Mingazov. Maryam Salim Ali Al-Hadrami omanlik referi o'yinni boshqarib boryapti. Ikkinchi referi Jo Hyunjin Janubiy Koreya, uchinchisi Majid Mattar Al-Hatmi Oman,
Vaqt nazoratchisi Moon Dae-sun, Janubiy Koreya. Uchrashuv komissari Nirin Al-Hazali, Iordaniya va hakam yordamchisi, referi assistenti Said Sadriddin Musaviy, Eron Islom Respublikasidan. Musaskaya to'pni qoldirdi. Choriyevaning zarbasi ancha kuchli. Darvozabonga bosim. Iminova chiqib ketdi, lekin vaziyatdan Iminova unga Fatsari bosim qilgan edi. Avstraliyaliklar buning uchun to'pni qo'lga kiritishyapti. Spadani Fatsari aldamchi harakat, qo'lga tegdi. Qo'lga tekkanligi uchun ham referi o'yinni to'xtatmoqda. Fatsari masofa yaqinligini vaj sifatida keltirdi, ammo bu qabul qilinmaydi. Chunki o'sha qo'lga tegish shunga to'pni to'xtatishga yordam berdi. Mamedova oldinga yurish. O'ynash mumkin. Chunki ikkinchi yarim qismdan qaytdi to'p darvozabonga. Avstraliyaliklarning e'tirozi inobatga olinmadi. Mamedova Qiziliqda vakilalari yana to'pni o'zlashtirishdi. Spadano Iminovada to'p. Musaskaya oldinga. Musaskaya to'xtatdi. Choriyeva tomonga uzatma. Ko'ra oldi. Himoya chortida bo'lsa ham jamoadoshiga yetkazgandi. Choriyeva to'pni yo'qotdi. Fatsari Iminova oldinga to'xtata olmadi. Turkmanistonning yagona bo'lib turgan gol muallifi Suray Mamitsahedova havodan kelgan to'plarni o'ziga bo'ysundirishda biroz muammoga duch kelyapti. Mariana qanotga yetkazib berdi. Fatsari zarba tayyorlaydi. Bu yo'q, bu safar pas berdi Stalga. Stal ulgurmadi. Mamitsahedova Fatsari to'xtatildi, qoida buzilishi yo'q. Mamitsahedova yana to'pni yo'qotdi. Fatsari aldamchi harakat, chap qanotga yetkazib berilyapti. Xo'sh, darvozabon yo'nalishni o'zgartirdi. Yana bir urinish. Avstraliya boshqaryapti to'pni. Qanday qiyin vaziyatda bo'lsa ham olib qolyapti. Stalning zarbasi kuchsiz va Iminovaning qo'liga berilgan zarba edi. Sanoq boshlangan, tezda to'pdan qutulish kerak. Oldinga uzatma. Qoida buzilishi. Ikkinchi foul Avstraliyada. Pipino qanotga bo'ldi. Vaziyat ortda qoldi. To'p yon chiziqdan o'yinga kiritiladi.
Ikkinchi taymning 5-daqiqasi tugay deb turibdi. Hali bu taymda gol ko'rmadik. Pipinyo. Qanot bilan yurish. Zarba tashqi tomondan tegyapti darvoza to'riga. Va bu vaziyat ham ortda qoldi. Oldingi uzatma. Stal davom etadi. Stal zarba bera olmaydi. Qoldirdi sherigiga. U pas tayyorlayotgandi nazarimda Smit. 8-raqamdagi Daisy Aro Smit. Ko'rinishdan zarbaga o'xshamadi. Darvozabon oldinga qo'li bilan uloqtirib beryapti. Bu yerda doimgidek Mamet Sahedova bor. Bir o'zi yolg'iz. Pipino. Yana Pipino. Pas, yaxshi imkoniyat. O'xshamadi bu zarba Aro Smithda. To'pni o'ziga to'g'rilagunigacha turkmanistonliklar uning atrofida ko'payib ketdi. Qoida buzilishi yo'qmi? Bor ekan, bor. Hushtak chalinmoqda. Musaskayaga nisbatan navbatdagi foul ishlatildi. Bu borada 3-0 Avstraliya oldinda. Va Turkmaniston hozir Avstraliyani o'ta ehtiyotkor o'ynashga majbur qilishi mumkin, ya'ni ikkita fouldan keyin. O'zi sekin-asta ehtiyotkorlikka e'tibor qarata boshlaydi Avstraliya, chunki foullar yig'ilib qoldi. Hali 14 daqiqadan ko'proq vaqt bor. Smit. Bu esa Aro Smit. Mamedova qaytardi. Choriyeva. Sal bo'lmasa Mamedova xatoga yo'l qo'yardi. Yaxshi imkoniyat. Pipinyo zarba darvozabondan. Eminova o'sha ikkinchi taymda ham faollik ko'rsatyapti. Ko'plab vaziyatlarda jamoasini qutqarmoqda. Qarshi hujum ko'ramiz Turkmanistondan. Yashillar oldinga o'tyapti. Musaskaya Maya ortga qaytardi. Mamedova, Choriyeva, yana Mamedova. Sherik qidirmoqda o'ziga. Pas aniq. Lekin maydon tashqarisiga chiqarishdi. Hayipovaga imkoniyat berishmadi. Yaxshi imkoniyat. Maya. Eminova qaytardi. Darvoza bo'sh. Uzoqdan yo'llangan zarba imkoniyat. Holder. Maydonga tushibdi. Clark Holder. To'p chiziqqa o'rnatildi. Sanoq boshlangan. Zarba yo'llandi. Mayadan maydon tashqarisiga chiqib ketmoqda. Hujum Turkmanistondan. O'ng qanotga, Maya tomonga. Ikkinchi taymda Maya ancha faol. Ko'plab hujumlarda ishtirok etyapti u.
Choriyevaning zarbasi ancha kuchliligini to'pning ovozidan ham bilsa bo'ladi. Va zarbani qabul qilib olgan futbolchining sal oqsoqlanganidan ham sezish mumkin. Eminova yana o'zini ko'rsatdi va Eminova o'zini ko'rsatishi odatiy holga aylanib boryapti. Makeliot ancha xavfli. Mana uzoqdan yo'llangan zarbalar ichida birinchi taymdan to hozirgacha olib qarasak, eng xavflisi deyishimiz mumkin. Bitta zarba gol bo'ldi, u bu darajada uzoqdan emasdi. Birinchi taymda mikrofonning yoniga borib tekkan bo'lsa, endi mikrofonning o'ziga tegdi. To'pni olib qo'yamiz, qo'rqitib yubordi. Holder. Makeliot. 12 daqiqa bor hali. Avstraliya jismoniy tomondan sal muammolarga duch kelayotgandek ikkinchi taymda. Mamedova o'sha asosiy to'rtlik tushganida ham Avstraliyada hujum tashkil qilishda kamchiliklar kuzatila boshladi. Maya qoida buzilishi Mayadan ketma-ket ikkita birinchisi inobatga olinadi va sariq. Birinchi taymda yo'q edi. Unda sariq va Maya qaytamiga raqibalarining sariq ishlashiga sababchi bo'lgan edi. Tabloda hisob 3-1 va follar bo'yicha hisob ham 3-1. Mariyaning o'ziga qaytaradimi? Makeliot bosim ostida qoldi. 13-raqamli to'qnashuv olib qo'ydi. Mamet Sahedov va Maya ulguradimi? Yo'q, ulgurmadi. Sal tezlik yetmadi unga. Turkmanistonliklar sardorini ko'rishingiz mumkin. Jessica Maklin maydonga tushgan Avstraliyada, ya'ni darvozabon o'zgargan. Bu esa Makeliot. Megan Makeliot. Maklinning zarbasi Eminova aniq borgan zarbani qaytardi. Mana darvozabon ko'rsatib berdi maydon o'yinchilariga zarba qanday yo'llanishini. Va o'zi yana to'p so'rayapti. Unga pas, u zarba bermadi. Meganning pasi yuqoridan ketdi. Takrorni ko'ramiz. Qarang, yuqori 9likni ko'zlab qo'ygan. Qaytadan. Yana asosiy darvozabon Sara Easthop maydonga qaytdi. Avstraliyada. Mana u. Jessicaning pasi manzilgacha bormadi. Choriyeva hujumni qaytardi. Yaxshi imkoniyat. Mariana aldab o'tdi. Aldab o'tishga qaror qildi. Nima bo'ldi? Chiziq tashqarisidan to'pga qo'l bilan tekkan ekan. Eminova hakam yaqinroq edi. Hozir Turkmaniston murabbiylari
muxlislar e'tiroz bildiryapti, lekin hammasidan ham ko'ra hakam mana shu referi yaqinroq turgan edi va qaror o'zgardi. Maydon ichida qolgan ekan. Ya'ni maydon ichida deganim darvozabon maydonchasi. Imkoniyat Turkmanistonda yaxshi pas. Mamat Sahidova. Turkmaniston yaqinlashyapti. Yana bir zarba. Mariana. Yaxshi pas. Megan. Imkoniyat Turkmanistonda 2-1 chiqib boryapti. Mamat Sahidova ochilmoqda. Pas sal kechikdi, lekin imkoniyat saqlanib turibdi. Choriyevaning zarbasi himoyachiga tegmoqda. Turkmaniston qarshi hujumlarda ikkita yaxshi vaziyatga ega bo'ldi, lekin ikkinchisi ancha sustkashlik bilan yo'lga qo'yildi. Tezroq borib 8-raqamdagi o'yinchi pas berganida Hayipova. Mamat Sahidova golga yaqin kelardi. Hozir asabiylashganini ham ko'rdingiz zaxiraga olinayotgan vaqtda Mamat Sahidovaning. Olib qo'ydi to'pni Avstraliya vakili. Yana bir urinish. Himoyachi ham yordam berib yubordi, lekin zarbaga. Malika Mamedova. Yaxshi, mana imkoniyat Turkmanistonda. Mayaga. Avstraliya qaytib bo'ldi. Endi pozitsion tarzda hujumni rivojlantiradi Turkmaniston. Darvozabon almashmoqda. Avstraliyada doimgidek. Maklin 5-raqamdagi darvozabon. Va 4-1. Mariana gol urmoqda. Hisobni yiriklashtirmoqda. To'qqizinchi raqam egasi Mariana Tabayn o'z nomini tabloga yozdirib qo'ydi. Bir boshidan kuzatish imkoniyatiga egamiz. Darvozabondan pasni qabul qilib olgach, oldiga bordi. Himoyachi darvozabonning ko'rishiga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. To'p yo'lini to'sib qolgandek ko'rindi. Bo'lmasam shuncha qiyin vaziyatlarda olib chiqqan, qatorlab seyvlar ijro etgan darvozabon bunday oddiy vaziyatda to'pni o'tkazib yuborishga ishonish qiyin. Pervana Qurbonova maydonga tushganini ko'ryapmiz. Maya harakat qilib ko'rdi, bo'lmadi. Foul yo'q nazarimda. Ijro etib berdi Avstraliya sardori. Kamiller. Maydon tashqarisiga. Hattoki tribunaga chiqib ketdi to'p. Fatsari. Qanday gol! O'tkir burchak chap oyoqda Fatsari dubl muallifi bo'lmoqda. 5-1. Avstraliya ikkinchi taymda bitta golgacha o'ynayotgan ekan. O'sha golni urdi va osonlashib ketdi bu yog'i. Turkmaniston qaytamiga yaxshi o'ynay boshlagandi. Chap oyoqda qarang, himoyachilar rikoshetlar darvozabonga xalaqit qildi. Mariani
Turkmaniston hisobni qisqartiradimi? Imkoniyat bor. Vaqtida pas berilmasligining oqibati. Maya o'ng qanotda yolg'iz turgan edi. Lekin Suray Mametsahedova qizg'andi. Borligini bilardi, sherigi turganini bilib turgandi. Kamilyer Suray Mametsahedova to'pni qaytarib olishda yordam berdi. Choriyevaga bosim, lekin tanadan foydalana olyapti jamoa sardori. Undan to'pni olib qo'yish qiyin bo'lmoqda. Smith uzoqdan yo'llangan zarba. Holder tushdi. Doimgidek shu zarba uchun. Holder. Avstraliyada hujum va to'p darvozabonga qaytarishadi. Asosiy darvozabonga qaytgan Sara. U tepgan to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi, hech kimga tegmasdan. Hali vaqt bor, lekin 6,5 daqiqa salkam. Kamilyer zarba. Qanday chiroyli gol. 6-1. Ustun va to'singa tegdi to'p. Avstraliya rostdan bitta golni kutib yashayotgan ekan. Mana Sardordan to'pning olib qo'yilishi. Dastlab to'sin, keyin ustunga tegib darvoza to'riga o'tib ketdi. Goal for Australia, scored by player number 10, Trudy Camilleri. Uchrashuvda hisob o'zgardi. Gol muallifi Avstraliya terma jamoasining golchi raqamli mutasaddisi Trudy Camilleri. Smith. Hayley Smith. Bu esa boshqa Smith. Hayley qanotga, Aro Smithga, u darvozabonga beryapti. Choriyeva yuqoridan uzatma. To'pni yo'qotdi hozir. Yo'qotdi Avstraliya vakilasi Aro Smith. Zarbasi ko'ngildagidek emas. Yon chiziqdan to'pni tepib berishadi. Roppa-rosa 5 daqiqa bor o'yin yakunlanishiga qadar. 5 ta gol farqi ham bor. Turkmaniston ham o'sha Avstraliya singari bitta gol urib olsa ikkinchi taymda balkim ularda ham ochilib ketar. Ammo o'sha 4-golni o'tkazgach
Turkmaniston o'yinni to'lig'icha Avstraliyaga topshirdi. Hozir o'ziga kelib olishga qiynalyapti. Ko'rinyaptiki, o'yinchilarda o'zaro muammolar paydo bo'ldi, bir-birini tushunmaslik va bir-biriga ko'p jahl qilyapti futzalchilar. Bu esa vaqtni zoyi ketkazish degani. Smit chiroyli kombinatsiya, ulgurmadi. 4-raqam egasi Karistal. O Arosmit Mamedova Malika pas beryapti. Yana ortga qaytaryapti Turkmaniston to'pni. Oldinda to'p so'rayotgan futzalchi bor. Bu 6-raqamdagi o'yinchi Leyla Atajanova. Menimcha birinchi taymda umuman ko'rmadik Atajanovani. Zarba darvozabon Eminova bo'lmaganda hisob juda ham yiriklashib ketishi mumkin edi. Maklin darvozabon juda tez almashmoqda Avstraliyada. Arosmit zarbani ko'ryapsiz. Eminova o'zaro paslar. Choriyeva bunday yuqoridan kelgan to'plarni ola olmaydi. Va Turkmaniston tomoni time out olmoqda. Iloj bo'lsa eshitamiz hozir murabbiyning ko'rsatmalarini ko'rib. Это вратарь. Тише, комбинация. Demak, taktik murabbiy. Каждый гол будет влиять на будущее. Хорошо? Спокойно. То, что вы сейчас ругаете, смысла нету. Понятно? Доигрываем. Осталось 4 минуты. Здесь Ничего распределяете игроков, Плюс. вы вдвоем одного держите. Их игрок выходит пятый. Например, я выхожу, руку поднимайте, и правую зону закрывай, и тогда иди. Понял? Левую или правую? Любой, Как где, вам где крайнего, Она же крайнего. крайнего берешь, который Я своего. знаю колеса. Да, Почему не выполняете тогда? все. Выполняю. Хорошо? Мань, успокойтесь, все. Сейчас нету этого. Давайте, девочки, давайте, Давай, давайте, пошли, давайте, выходим. давайте, давайте. Давайте, Америка, давайте. 3 daqiqa 29 soniya vaqt qolgan va bu xotirjamlik kerak rostdan ham. Bilmadim, bu xotirjamlik bilan lekin farqni yo'qqa chiqarish mumkinmikan? Futzalda ha lekin. Rostdan sarosima yana boshlanayotgandi. Juda sarosima ham emas, asosiy muammo o'zaro bir-birini tushunmaslik va bir-biriga jahl qilish bilan vaqtni o'tkazyapti turkmanistonlik o'yinchilar so'nggi daqiqalarda. Shuning uchun ham sal bosiqlik muhim. Holder Maya darvozani ishg'ol etish mumkin. Darvozabon hali qaytib ulgurmagandi. Maklin Holder uzoqdan yo'llangan zarba. Oyoqning uchi bilan tepdi o'zi ham. Aniq. Zarba ko'ramiz hozir Avstraliyada. O himoyachi. Aniqrog'i himoyachi emas, bu hujumchi Maya edi. Uzoqdan yo'llangan zarba Eminova yana sinovdan o'tkazilyapti. Mana u Malika Eminova. Turkmaniston oldinga o'tishi mumkin. Maya
Zarbalar hali bo'lgani yo'q. Makeliot Megan zarbagacha chiqa olmadi. Yana qaytarib oldi. O Holder aldamchi harakat. Aldab o'tyapti zarba. Darvozabon. Holder faqat zarba beradigan o'yinchi emas ekan. Unda reyd amalga oshiradi. O'yinga bemalol qo'shilib jarayonda qatnasha oladi. Bosh murabbiy uning kuchidan asosan shu standartlarda foydalanyapti. Demak, 2 daqiqa vaqt bor. Roppa rosa bu C guruhi saralashining birinchi uchrashuvi edi. Ikkinchi bahs Kuvayt hamda Filippin o'rtasida bo'lib o'tadi. Soat 18:00 da boshlanadi. Yana bir imkoniyat Eminova o'zini ko'rsatdi. Kuvayt Filippin bahsi 18:00 da start oladi. Jonli efirda kuzatishingiz mumkin. Keyingi bahslar 13-yanvar kuni dushanba kuni bo'lib o'tadi. Soat 15:00 da Filippin va O'zbekiston. Terma jamoamiz o'yinini albatta ko'ring. Dushanba kuni 15:00 da. Ikkinchi bahs shu kuni Kuvayt Avstraliya bo'ladi. Avstraliyaning ikkinchi turdagi o'yini Kuvaytga qarshi mehmon maqomida bo'ladi. Turkmanistonning ikkinchi o'yini esa 15-yanvar kuni Filippinga qarshi bo'lib o'tadi. Ular mezbon maqomida bo'ladi. Hozir Avstraliya time out olmoqda, to'p ularda qoladi va standart bo'yicha qandaydir ishlanmalarni ko'rsatsa kerak bosh murabbiy. JJ, you're going to be here. Yep. So you're ready for the shot. It's on the left. Okay. This runner's going to start outside, come through. First player comes through. Jess, this will be you. You're coming through the block. This player's coming blind around. At that point, ball's going to come. If it's good for you to hit, you hit it. Meg, you hit it. If not, you let it run through your legs. There's a firm pass. Let it run through your legs, and we're shooting. And 10? Claudia, Yeah. you're inside. Okay. Okay? Make it difficult. Yeah. You're shooting. Okay? Bu burchakda kayfiyat ancha yaxshi va standart bo'yicha ishlanma. Hozir mana shu burchak zarbasi bo'yicha kutilganidek. Va men bir narsani sezgandek bo'ldim, aynan kameralar borganidan so'ng negadir murabbiy gapirishni xohlamadi, o'yinchilar ham sal hazilga olgandek bo'ldi. Vaziyat ortda qoldi. Darvozabonga qoldirildi to'p va zarbani ko'ryapsiz. Demak, 15-yanvar kuni Turkmaniston Filippin, O'zbekiston Kuvayt bahsi, Turkmaniston Kuvayt hamda Avstraliya O'zbekiston 17-yanvar kuni bo'ladi. So'nggi kun bahslari esa 19-yanvar kuni Avstraliya Filippin, O'zbekiston Turkmaniston. Mana shu o'yinlar oldinda kutib turibdi siz u bizni. C guruhida. Guruhdagi dastlabki 2 jamoa to'g'ridan-to'g'ri Osiyo Kubogi yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Xitoyda bo'lib o'tadi Osiyo Kubogi 7-18 may kunlari. O'zbekiston terma jamoasi avvalgi Osiyo Kubogida ishtirok etgan, guruhdan chiqa olgan, lekin sovrinli o'rinlar egallay olmagan edi O'zbekiston. Pipino bu safargisidan sal qoldi. Megan Maklin umuman o'tishini kutmagandi turkmanistonlik himoyachilardan. Maklin yana bir zarba. Yarim daqiqadan ko'proq vaqt bor. Holder yana yuqoridan Holderda. Yana yuqorilab ketmoqda to'p. Zo'r, Maya saqlab qoldi to'pni. Makeliot darvozabonga yo'naltirib bermoqda. Vaqt kam qolyapti. Darvoza tomon yo'llangan zarba juda ham noaniq.
Va Maya ham nishonga olib ko'rdi darvozani. So'nggi soniyalar. Avstraliyani g'alaba bilan tabriklasak bo'ladi. 6-1. Agar yana yiriklashib ketmasam bo'ldi do'stlar. Uchrashuv yakunlanyapti. 6-1 hisobda Avstraliya terma jamoasi birinchi turni o'z foydasiga hal qilyapti. Yirik hisobdagi g'alaba. Avstraliya dastlabki qadamni tashladi. Dastlabki 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Turkmaniston esa hali urinib ko'radi. Hali oldinda o'yinlari bor. Jamoaning Osiyo Kubogiga saralash bahslari boshlandi. O'zbekiston mezbonligida C guruh uchrashuvlari bo'lib o'tyapti.